Mana buni figurasini qara. Men senga aytgan qiz mana shu. Kecha kechqurun SMS yozsam, bittaga javob qaytardi. Tinchlikmi aka? Nima deganingiz bu? Tuppa-tuzuk oilangiz bo'lsa, nima qilasiz bunaqalarni kuzatib? O'zingda tinchlikmi uka? Qiziqishing pasayib qoldimi? Hey, tanish doktorim bor, ayting. Yig'ishtiring hazilingizni. Kap-katta odam uyalmaysizmi? Qarang, qizingiz sizni kutib olishga chiqdi. Nima deysan? Bor onangning oldiga bor. Uka, odamni xijolat qilib qo'yding. Bir ko'zingni ochib qara. Yuzida birorta ham ajini yo'q. Endi yangangni yoshi o'tib qoldi-da. Har doim ham bitta ovqat yemaysan-ku. Ko'ngil boshqa ovqatda ham tusab qoladi ukajon. Yangamning yuzidagi ajinlar kimni deb tushdi? Bolalaringizni sog'lom dunyoga keltirgan yetmaydimi sizga? Tushing mashinadan, qarang, qizingizni xafa qilib qo'ydingiz. Yaxshimisan jiya? Barakalla, mana bu senga. Yoqdimi? Barakalla. Qarang aka, qanaqa chiroyli bolalaringiz bor. Haqiqiy ayolning chiroyi bolalarning yuzida bo'ladi. Yana o'zingiz bilasiz. Ha, aytgancha, o'sha siz ko'rsatgan figurali qizlarga ham figurali bolalar yoqadi. O'zingiz yig'ishtirib oling aka. Malades uka. Ancha ulg'ayib qolibsan. Sinovimdan yaxshi o'tding. Bu videoni jondan aziz aka-ukalarga tashlab qo'yinglar.